Yaxshi, Toj Mahalni bezatilish haqida biror nima ayta olasizmi? Mana bu siz ko'rib turgan gumbazni biz piyoz ko'rinishidagi gumbaz Piyoz deymiz. ko'rinishidagi? Ha, ikki gumbazli dizaynli. Bunday ikki gumbazli obidalar 14-asrdan 16-asrga qadar Temuriylar me'morchiligida mashhur bo'lgan. Farmon. Birinchi farmonda Shohjahon Jay Singhga shunday yozadi. Ha, 1632-yilning 21-yanvari farmonda Shohjahon Alloh buyukdir so'zlari bilan boshlab yozadiki, shaxsiy manfaatlarsiz Roja Jay Singh poytaxtim Agrada qurilayotgan yodgorlikka marmarlarni tashish uchun bizga xachirlar va aravalar kerak. Bu haqda avval ham sizga yozgandim. Bu ishga javobgar qilib Said Iladadni tayinlaganmiz. Bu masalada unga yordam ko'rsatsangiz, bu buyurtmani rad qilmang. Deyapsiz. Haqiqatda esa hurmatli oliyjanob e'zozli Shohjahon hukmronligi davrida xalq kasalliklar, epidemiyalar, qashshoqlik va ochlikdan azob chekkan. O'sha Toj Mahal qurilayotgan davrda shunday yozilgan. Qo'shni davlatlarda yomg'ir yog'madi. Bu ayniqsa janubda va Gujarotda aniq bilindi. O'sha shtatlarda ko'pchilik suvsizlikdan qirilib ketdi. Bir qancha vaqtlargacha it go'shtini echki go'shti deb sotishdi. It suyaklarini esa tuyib unga qo'shib sotishdi. Shu darajaga borishdiki, odamlar bir-birlarining go'shtlarini yeyish darajasiga ham yetishdi. O'sha davrda taxminan 7 million odam o'ldi. Hurmatli Shohjahonning oltin davri haqiqati mana shu. Ochlikdan qirilib borayotgan bir paytda kimdir o'lib bo'lgan rafiqasiga maqbara qurishga pul yiqqan. Toj Mahal muhabbat nishoni emas. Bu shafqatsizlik ramzi, genotsid ramzi, vahshiylik ramzi. Men javob beraman. Toj Mahalni Shohjahon qurdirmagan. Toj Mahal Boburiylarning kelishlaridan 200-300 yil oldin qurib bo'lingan, so'ygan kuni va yili ham yozib qo'yilgan. 10-sentyabr yakshanba 1195-yil. Hozirga kelib Agrada oppoq bittagina obida turibdi. Toj Mahal. So'ng u shunday xulosaga kelganki, o'sha darvoza Shohjahon davridan 300 yil qadimgi eshik bo'lgan. Ya'ni bir xonimlar mantig'iga binoan Shohjahon Toj Mahalni qurdirmaganligini ham tan olishimiz kerak. Uni javobi faqat va faqat bitta, Shohjahon. Shu bilan men o'z chiqishimni yakunlayman. Janoblari, Toj Mahal dunyoning 7 mo'jizasidan biri. Bu haqda boshqacha fikr bo'lishi mumkin emas. Shu bilan birga Toj Mahal tarixi haqidagi ma'lumotlar yuzaga chiqsa